Bugungi video obzorimizda Ezbizdan na Wi-Fi, na internetdan keladigan kabel, na elektritskiy kabel talab qilmaydigan kameralarimiz EB8 va EB8 Pro modellari. Ushbu kameralarimiz quyosh panelida ishlab, faqatgina internet va video zapis uchun sim karta va fleshka bilan ta'minlasangiz bo'ldi. EB8 modelining asosiy funksiyalarini sanab o'tamiz. Birinchisi, ushbu kameramiz sizni hattoki tunda ham rangli tasvirlar bilan ta'minlaydi. Ikkinchisi, ikki tomonlama aloqa, ya'ni telefoningiz orqali kamera oldidagi odam bilan bemalol muloqot qila olasiz. Uchinchisi, faqatgina odam harakatiga moslashtirilgan datchik движенияsi. Bu degani, faqatgina odam harakati bo'lganida telefoningizga уведомление keladi. Ya'ni kameramiz oldidan har xil hayvonlar va qushlar uchib o'tadigan bo'lsa, sizni bezovta qilmaydi. To'rtinchisi, kameramiz chang va suvdan to'liq himoyalangan va sizga uzoq yillar xizmat qiladi. EB8 Pro modeliga keladigan bo'lsak, Pro modelimizda ham ushbu kameradagi hamma funksiyalari bor, lekin sezilarli farqlari bor. Birinchisi, kameramiz ham sim kartada ishlaydi, ham Wi-Fi da ham ishlab beradi. Ikkinchisi, ushbu kameramizda videoning sifati 2K bo'ladigan bo'lsa, bu kameramiz 4K sifatida video oladi. Uchinchisi, bu kameramizda faqatgina odam harakatiga moslashtirilgan datchik движения bo'lsa, bu kameramizda nafaqat odam, har xil transport vositalari va har xil hayvonlarga moslashtirilgan datchik движения bor. Ya'ni ushbu kameramiz 20 tadan ortiq hayvonlarni taniydi va sizga xabar beradi. Ushbu kameralarimiz kimlarga mos keladi? Baliqchilik bilan, chorvachilik bilan, bog'bonchilik bilan shug'ullanadigan odamlar uchun juda mos keladi va yana bitmagan qurilishlar uchun ham mos keladi. Agar ushbu video zo'r aktiv yig'sa, keyingi videolarimizda ushbu kameramizdan bittasini o'rnatib, telefonga ulab, qanaqa ishlashlarini to'liq ko'rsatib beramiz. Keyingi video obzorimizni va Ezis kameralari haqidagi har xil ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Batafsil ma'lumot описаниеda.